Gapim to'g'ri bo'lsa, to'g'ri deb yozib ketasiz, xo'pmi? Hozirgi paytda erkak kishini cho'ntagida puli bo'lmasa, 100 ta do'stidan bittasi qoladi. 99 tasi 100 o'girib ketadi. Erkak kishini do'sti haqiqiy vafodor ekanligini boshiga bir ish tushganda, bir qiyinchilik bilan sinalayotgan vaqtida biladi. Esingizda bo'lsin. Hamma narsangiz joyida, omadingiz kelib, otingiz rasa chopayotganda yoningizda bo'lgan emas, qiynalganingizda yoningizda bo'lgan do'stlar ana o'sha insonlar haqiqiy do'st bo'ladi sizga. Gapim to'g'ri bo'lsa, to'g'ri deb yozib ketasiz, xo'pmi? Hozirgi paytda erkak kishini cho'ntagida puli bo'lmasa, 100 ta do'stidan bittasi qoladi. 99 tasi 100 o'girib ketadi. Erkak kishini do'sti haqiqiy vafodor ekanligini